Assalomu alaykum savatdoshlar. Biz hamda navbatgi mush DIV'ninki ustiga ma seriya bilan ma ko'kan orliqqa bu yerga. Başpat, xabar, bu turlarni qo'shib boqamdoq. Xo'sh. Unda bo'lsa, diqqat. Avval biz buningki HTML qismini ochamiz. HTML qismi ya'ni bu ko'nchining asosining ichidagi mana shu xiyada bilan page body ikkisini oraliqdagi mazmun shunday qo'y. Mush oraliq mazmunga endi biz buni mana xiyadaning ostiga ma page bodyning ustiga mush o'ringa diavni bir qisirishimiz to'g'ri kelamda. Unda qisib boqdi, ha. Bu o'ringa div id'si tam tizimlik bo'lsin. div. Buni yetdik. Buni endi biz bavsini qilamiz. Saqlab oldik. Andan keyin CSS'ni echib, mushu xiyatdan osti qismiga eng osti mayga yetsak bo'ladi. Lekin mal HTMLda div qanday tartib qo'yish kerak bo'lsa, mush CSS'ni shuna tartib qo'ysangiz, keyin tushunmagingiz, topmogingiz oson bo'ldi. Tushundingizmi? Shuning uchun ma xiyatdan osti kelgandan keyin tizimlik. Bu yerda xiyatdan osti mayaga yezib beriladi, ha? Tizimlik. Buningki kanligi 100%. Egizligi 60. Endi buningki kelgangi bundalardan bo'lsin, ha. Buningki sirqi siziq 1 piksel siziq siziq, anoniki rangi mashana bo'lsin. Yana qarantular, ha. Yana shuni bilan bunimi saqlab yotdik. Endi biz mana qayta yana boqlaylik. Menga chiqdimi? Chiqdi. Lekin men eshikka shuna qo'y. Bu eshikka. Xo'sh. Unda bo'lsa, men ustida xiyatlarniki 97.3 qo'y. Bunimi 97.3 ni yezib beriladi. Endi xiyatlarniki qanday chiqsa, shundan chiqadi. Andak. Tushunish bo'ldimi? Endi bu yerda yana bir normallik bor. Ma'ruf qarang, ma'ruf normalmi? Ma'ruf o'xshashmazdir. Yo'q, ma'ruf o'xshash, ma'ruf o'xshash. Ma ustun orliq o'xshash emas. Tushundingizmi? Chunki ma osti bo'lsa, cho'ng bir diavning ichidagi, yana bir diavning ichida. Lekin ma usti bo'lsa, ikkisi asos bir diavning ichida. Endi biz ma u tizimli degan ma qizg'ish ranglik diavni 10 piksel ostiga tushirib beramdiq. 10 piksel ostiga tushirib bersak, buni bevosita avtomatik ostiga tortmaydi, kengaytmaydi. Unda bo'lsa. Buningki margin top bo'lgini 20 piksel qilib qo'yay, ha. Bak eshikka to'g'rimi bu? Unda 10 piksel qilib qo'ying. Bo'ldimi endi? Misol aytaymiz. Yana buning ichiga yozilgan mazmun bor yana. 1 2 3 4 5 6 turli qildi, ha? 6 turli qildi. Hozir bu yerga mush diavni ostiga bu yerga UL yani abzas bu. Endi men bir diavning ichidagi bir turini bildiraman. Mani ko'chirib olayım. 1 2 3 4 5 6 ta. Bundan ben balson qildim HTML o'zini. Endi CSS qa ma tizimlikka mana yozamiz. Tizimlik deganning ichidagi, ya'ni boshini bir tashlaymiz, ichidagi bo'lgandan keyin UL-ninki
tizimizga ma arliqni elay. Tizimizga yo'lninki haddinsa, ya'ni bu yo'l cho'ng bir abzasning ichida altta li olmaydi. Buningki haddinsa 0 bo'lsin. Anondan keyin buningki bana maşını beriladi. Hamda tizimlikning ichidagi yo'lning ichiga li olmaydi, shunaqa. Ma tizim degan diyoning ichidagi yo'lning ichiga li olmaydi. Buningki her bir linki kanligini 100 piksel qilib baqay. Ana her bir linki egizligini 50 piksel qilib beray yoki 40 qilib beray, ha. Ma tizim degan diyoning biz moyadan egizini 60 qilgan-ku. Ana buningki egizini 40 qilib beray. Buningki her bir linki taylik rengi oq rang olsun, ha. Yine sirtqi sizg'i bordersi 1 piksel. Maqsad bo'lsin. Endi buni men saqlab etdim. Lekin mayada bir normallikni bayqaysizlar. Ancha yo'lma bir normallik bayqaysizlar. Andan keyin yana qanonizni bayqaydigan vaqtda men mana avval qajizlay, ha. Bosh bet xabarlar mahsulot bosh bet xabar bo'lsin, ha. Mahsulot mulozimat hamkorlik aloqa uchun bo'lsin. Buni saqlab etdim. Endi muvaffaqiyat maya chiqdimi? Xo'sh. Endi bu yerdagi masala hozir biz bu yerga masala qilamiz. Har bir liniki kamlik manchilik, egizlik manchilik tizimni oldidagi mavqudi pelsi chiqibdi, ha. Şu an işlemeli bu. Yeni bir normallik var. Yeni bir normallik var. Bu kanat tizilib oldi, üstüne sıvat tizilib oldi. Undan olsa bu ne? Leyleş altını. Biz Uyghur Tepe jasa vaqtda leyleş altını 10'dan birimiz. 10'dan birimiz. Bo'lmasa floatni lift qilib sol demasiniz. Boshbat mayaga, xabar mayaga, mahsulot mayaga solda masal chiqib oldi. Şu an floatni 10'dan boshlab birimiz mayaga bundaq majbur bo'lib chiqdi. Yeni floatni red qilib berdik. Maya chiqdimi? Ana nima chiqib ko'rdingizmi? Bu tiket mayadiki mau UL-ninki har bir liga quyilgan chekdi mau. Buni biz yo'qtimiz, qanday yo'qtimiz? Displeyni blok qilayotgandan keyin bu chek yo'qaydi. Yo'qdimi? Xo'sh, endi yana bundan narsa bo'lmaydi. Mau xat qarang. Xat navbatga oxirgi ramkaning kelsa ustiga chiqib qoldimi? Endi biz mau navbatga ramkaninki egizligi mau shunday qo'y. Bunun ichidagi mazmun yozilgan doiraning egizini bilib beray. Line haqiqata. Line degan o'zi liniya degan. Buni saqlab etdim. Men o'tirib chiqdimda men odatda saqlagan vaqtda kontrol esini saqlayman, ha. Endi buning orliqni tashlab beraman. Orliqni tashlab beraman. Endi har bir liniya orlig'i margin 10 piksel bo'lsin. Ya'ni liniki sirtqi orlig'i 1 liniki orlig'i bo'lsa, birbiriniki sirtqi orlig'i bo'ldi. Mana tushundingizmi? 10. Unda bo'lsa 10ni 5 qilib beray, ha. Xo'sh. Endi buni biz qanday qilibmiz? Har bir liniya ustiga ko'taramiz. Endi mayada mana narsa bor. Mal liniya har bir liniya ustiga ko'tardi. Yoki bo'lmasa ma UL
Mecbur yo'g'on bir ramka bor. Mana abzasning ramkasi yo'l, shunaqmi? Mani qazon bilsizlar. Mana yo'l, shunaqmi? Mush yo'lniki ikki yorliqni paddangisi 0 bo'ldimi? Yana paddang top orlig'ini -20 piksel qilib berdi. Demak, mau lini usti tortib ketdim. Tortdimi? Tortmadi. Unda o'zi buni mayatni qilib etib, ma paddangga bermay, mani berdi. Meniki ma margin üst tarafdan, alt tarafdan, o'ng tarafdan, sol tarafdan 4 tarafdan bir-biridan bu orlig'i 5 piksel orlig'ini tashlaydi. Unda olsa biz buni ma marjini 0 qo'yib turay, 0 qo'yib buni qayd ko'rli. Ma bo'ldimi? Avval buni ust orlig'ini tanishilay. Ya'ni top marjinni -5. Şu zatıma yine azraqa -8 qilib qo'yay, -7. Bo'ldimi? -6 qilaymi? Xo'sh. Endi buning orlig'ini biz qanday beramiz? Biz mush bir tarafdan beramiz, ya'ni margin right qilib beramiz, Margin right qilsak, 3 tarafni ishlatmaydi, faqat bir tarafni ishlatadi. Ya'ni margin right qilib buni orlig'ini 5 piksel qilib qo'ydik. Mush tarafdan boshlab mayzg'a 5 piksel bo'sh soladi. Tushundingizmi? Unda bo'lsa 10 piksel qilib beray. Ma bo'ldimi? Bo'ldimi bu? Ma usti, ma har birisini orlig'i bo'ldimi hozir? Bu bo'ldi, lekin maya nima ish oldi? Bu yer eshik sayab mundoq. Ana usta qarang, Umumiy 800 ma cho'ng bir diagoniki. Uning ichida ma o'ng tarafdan 10, sol tarafdan 10 chiqarsa, 20 qolib taxminan ichidan 750 piksel orliq qilib qoldi ma bu. 750 piksel orliq qilib qoldi. Ani men har bir liniyaga kengligini 100 qildim. Bu yerda 6 ta liva bo'lmaydi, shunaqa. Shuna ma 100 jami 600. Ani buning ichida masalan 1 2 3 4 5 6 shundan jami 700 yaqin bo'lsa, 700 yaqin bo'lsa, ma sol tarafdagi o'rin 100 yaqin o'rin bo'sh qolib qoldi, tushundingizmi? Biz mush lin kengash orqali hal qilamiz bu masalani. 115 qilib qo'ying. Bo'ldimi? Undan so'ng 116. Cho'qim ish keldi bu. Patma qilib qolsa, ma patma qilib qolgan ostdan qarab chiqadi, Ani bo'tdimi bu? Xo'sh. Bo'ldimi? Endi odatda ma table'dan chiqadigan ekan bu. Table qaran chiqdi, Endi biz buni mana qilaylik. Mana ichidagi xatniki cho'nglig'ini sal cho'ng bo'lsinmi? Mana lininchiki. Umumiy xat cho'nglig'ini biz menga font size bermagan. Kodni berib qo'yay. Onu ishlab qo'yay. Chek. Keti, bo'lsin. Yoki bo'lmasa 15. Xo'sh. Hozir mening keyingi sabab maqsad kengayganligi avtob tushib ketdi. Biz mushu sirtidagi tizimidagi ma qiziq diaviniki egizligini sal kengaytirsak bo'ldi. 60 minutda bu. Undan 65 qo'yildi. Bo'ldimi? Endi bularni biz qanday hal qilamiz? Buni men mana hal qilaman endi. Yana nerni? Mouse'ni yiqabagan bir xil, boshqani bir xil o'zgarsin. Har bir linimiz, Masalan, boshqa yiqagan vaqtda, biz yiqagan vaqtda. Nimaga? Qurbilsa. Tizimning ichidagi yo'lning lininki, ham qo'shdiki, panelniki bo'lgan-kina, qo'yirsa, men yana mouse'ni yiqagan vaqtga. Oldi. Buningki rangi. Tizim buning oqtirish rangi mana bo'lsin.
Qapqara. Endi xatna rangi. Oq bo'lsin. Xo'sh. Endi siziq 1 piksel, solid normal siziq, chiziqning rangi sariq bo'lsin. Unda olsa buni bosın qilyaptim. Mana qaraymisak o'zgardimi bu? O'zgarmadi. Men HTMLga yozgan bir qiymat bormi ustiga? Sana açtık, ünleş belgesi doc tip. Doc tipi bo'lsa HTML tabi. Hem tana hipettik. Hem de bana qaraydi. Bu yan qana qilyapti hozir, bir taraf qilyapti. Hozir mana sal qalayonqan qilyapti. Endi bu yerdagi qalayonqanchilik nada degan vaqtda bu yerga qalayonqanchilik Android'in batni eng asosiy qo'y. Bu vaqtda buniki kuchi ko'rsinmaydi, ha? Endi qog'inimiz CSS ni o'sha bo'ldi. Bu yerdan her bir diyavininki men container asosiy diyavi shunaqa. Shunama? Xo'sh, her bir diyavini aralig'ida 5 piksel araliq bor. Shuna bo'lganda 800 containerninki headerning kengligini 90 qilib beray. Piksel. Mana 90 bo'lsin. Mana 90 bo'lsin. Ne yo'q, men buni qilmoqchi. 790 qilmoqchiman. Endi men aslidagi tizim o'tganniki. Bu 790 piksel. Mana piksel. 800 piksel. Endi nima bo'ldi? Endi mush bo'yicha ishlab, yana mush konteynerniki konteynerniki tadbirsiz ishkiyorligini 10 piksel. Bo'ldimi? Andan keyin bu yerdagi tizimlik. Tizim o'tganniki 265 piksel, ha? Biz bu yerdan doc tip degan ishga vaqtda ama piksel bo'yicha olmasak chiqmay qoldi. Nima bo'ldimi? Andan keyin yana aslida nimlar bor? Aslida page body. Bunimi 380 piksel. Pikselga ko'chirib 380 piksel. Badingiz 10 piksel. Tamam 380. Xo'sh. Endi yana masala nerede? Ma arliq. Birisidan birisini arlig'i. 10 piksel. 380 va 65.8%. Ana mau diyaviniki. Masjidi bir main body. Masjidi birniki arlig'i ne? Sol taraf arlig'ini 10. Kesli qildi 10 taraf arlig'ini. Bunda bo'lsa, ya buni emas. Mau sol tarafdaki cho'ng ramkaga, ha? Mana bo'ldimi? Lekin meniki modayir bo'lmadi.
Bularniki yana meselasi va qanday mesele degan vaqtda mana bu page body qaraydigan bo'lsak, page bodyniki margin top. Agar margin deb bersangiz, mana sol tarafda hamma yana qalanqon qiladi, ha? Margin top alig'ini 10 piksel qilib beradi. Ama pek düştüme. Yani manınkine yine bununki kaddınız ne? Şikalarını 5 5'te kılıtay. Hem tanışalım ha. Mağarlık oldu. Yani mağarın ağırlığını yine 10 şuna bakanda mağarın 15 kılıtay. Kenara olsun. Ma sol tarafındaki ma main body 65 60 615. Hani oldu. Hazır yine mesele ne dediğim vakitte mağarlık arayımız. Mankırızın mağarlık ne? Ma tizimliğinki 100 şuna koy. Top ağırlığı 12 piksel. Mağarlıksa kankati ha. Bu page body'niki. Şu taraf ağırlığı 10 piksel kılıyorken 8 piksel olsun. Hani buldun mu bu? Ağırlıkını mı muhakkak şutle ha? Ağırlık duruyorsun. Hani aslındaki ne? Fotoğrafındaki. Bunu biz kullanan şeyimiz. Avval bundan keyin olsa bir narsa bayqaymiz. Ma o'ng tarafdagi qiynoq ko'rgan son bilan ma sol tarafga suz ko'rgan doira bo'lsa, bu 2 ramka page body'niki 2 ram shunaqa. Unda bo'lsa biz page body'ni egizini ko'rib boqaylik. Page body'ni egizi 380. Endi ma sol tarafdagi maramka buning egizi 380. CD bar buning egizi 380. Demak patmagan cho'ngma eshik egizi. Unda bo'lsa ma cho'ng bo'lgan page body'niki egizini ilib o'tay. Bu vaqtda qanday bo'ldi? Ma'arliq qolmadi. Endi egizligini 100% qilib bersam-chi? Yana bu arliq endi ta'sir qilmaydi, ta'sir qila olmaydi. Shuning uchun buni egizligini 400 piksel. Yana azib qoldi, ha? 315, 65 shuna 410 qilib beray. Endi bo'ldimi? Endi bo'ldi. Anondan keyin men aslidagi fotorniki kengligi 90 necha butundan nechti? 97 da. Buni necha qilganmiz? 790 shunaqa. 790 piksel tutgan kenligini. Buni kengligi tanishaldimi? Xo'sh. Endi bo'ldimi bu? Endi buni mouse nikasini bir xil, cheksin bir xil. Misollar o'zgaradi. Lekin oyda bir normalsizlik bormi, ha? Normal zavti yo'q ekan. Shuni ma bo'ldi. Men siznigina seriqib bergan mana mouse nikasi. O'zgargan siznigina. Xo'rsa. Ya mana men belga qo'yib mana shon ishlamabdi. Endi ishlamay serqam. Yine. Basqanligin bir qilan bo'lsin, ha? Sizninki ichidagi yo'lniki linki aktive, ya'ni basqanligi oldi. Bununki mana 200 dan o'g'ilmayaga. Tayyor rangi. Tayyor rangi. Mana olsun. Katna rangi. Mana olsun. Mana siziqni rangi. Ko'hran bo'lsin.
Mana ko'rdingizmi? Mau normal, mau moz opag'in galti. Chakkaning galti mau. Tushundingizmi? Maşallah, tamam mau. Agarda mani o'zini torbatni eng ustiga o'rlashtirsak-chi. Mau tizimlangan diavini torbatni eng ustiga o'rlashtirib baqlama. Lekin mayat normal zalti bor, tushundingizmi? Ma orliq masalasi. Endi men orliqni bir qilmasak bo'lmaydi. Ya'ni tizimlanishga yo'llanishga li her birisiniki orlig'i. Man 10 chiqib qaraya, 10 ni. Takket qilib qol, 11. Hamsa 11 uni 2. 11 yerim. Ha bo'ldi. Xo'sh. Hamda tizimimizga mana shumi? Tizimlik mayga shunaqa. Buni kesib elib oldik. Mana shu bodini ostidan sentrga mayaga chaqib oldik. Endi men bavson qilib o'tdim. Buni qaydan bo'lsak, bu yagona. Ma konteynerga tayyorlaymiz, tushundingizmi? Unda bo'lsa mana biz konteyner tayyor qilib berdi, mayaga. Endi bo'ldimi bu? Buni üst taraf orlig'ini qo'ymay endi. Ost orlig'ini qo'yamiz, ha? Tizimlik top orlig'i. Nol qo'yay. Unda bo'lsa 5 bo'lsin, ha? Ma 5 bo'ldi. Endi ma orliq, xadirniki orlig'ini Fiyodor'unki top orlig'ini 20. Fiyodor'unki margin topni 50. Benim işimde ya. Margin top 30 tekstil. Hani bo'ldimi? Buni 10 qilib berdi. 15 ya 12. Xo'sh. Ma bo'ldi. Endi men eshitmay açay, ya. Bu yerdim. Ma pejbo degan diyoy shuqmi bu? Pejbo degan diyoy ma bu. Menga izohni bir yozay. Mazmunda bezib qo'ydim. Bu izoh menga ko'chirilib pejbo de. 1-2 diyoy, ya'ni 1 1 mamanınki 2 maşada ahlasın pejbodini memnun küçürüp 1 2 3 4 5 küçürdüm. Bu vaqt çıktım nava pejbodiniki orlig'ini tanishamiz endi men qarang. Pejbodiniki top orlig'ini yo'l qo'yib o'tay. Bunda olsa -5. Ne buldu ma? Lekin maya bo'lmadi. Bu yani biz ma pejbodik bermay xiyadroq beramiz. Xiyadroq bersak bu sal osonroq. Ma xiyadrniki margin buttum orlig'i 10 tekstil. Unda 12. Bo'ldimi bu? Endi meniki mani eng ustiga chiqishim sabab torbatni biz asıl sirib maqsaqmi? Musha ustida mixlab qo'yganda butday to'q tushganingizmi? Unda bo'lsa. Unda bo'lsa. Bu qaysi? Tizimlik shuma?
Tizimli deganda mayadin biz bunda beramiz. Buningki 21 qasliq bor, ha? Chiqish qasligini fikslik beramiz. Ana mana besvetdim. Bu vaqtda men xiyerdan ustiga chiqib ustiga yuzda al betning ustida butda munsin jim turdi. Tushundingizmi? Endi yana tizimlik deganning o'zini azroq tanishtirdi. Tizimlik deganiki kengligini, yo'q, o'zini. Demek bayan azroq muvofiq qilsam bo'lgan, 5 qilib qo'ying. Yana mayalar aya o'xshash emas shunaqa. No sut. Ana bo'ldimi? Endi yeni bir masala bo'lmaydi. Men xedirni asl tushirimiz edi. Mayada men xedirninki top marjinsini. Ma tizimni egizi 65 mi? 65 12'ni qo'shaman. 77. Bundan olsa yine azra qo'shib beray mana. 82 qilib beray, ha? 85 bo'lsin. Ana bo'ldimi bu? Xo'sh. Endi torbatlarda to's kangri bir rang bor. Maya jim turdi. Manda bir rangni emas, kangri bir rang bor eng ustidan. Ustiga qo'ygan eng ustiga kangri bir rang muntizim turdi. Bundan bir avat bor-ku. Masalan, mana qarasanglar, mayaning o'zi kangri bir ya, maya. Asosiy ustida bir narsa butak muntizim turdi. Masalan, ma ustida butak muntizim turdi. Biz torbat asosiysakmi, ustiga başpaya yumshoqdal o'birgan hamz jim turdi-ku. Dal ashuna qilib qilma. Mushning o'zini. Bunda bo'lsa, tizimninki diariz mana shumte. Mayl kelcha. Buni kesib edib oldik. Buni ham konteynerniki sirtga chiqiramiz. Buni sirtiga ustiga bir diya yo'qdi, ha? Diyayuniki aydis tang usti bo'lsin. Buningki ichiga ma tizimli degan diyayuni chaplab berdikmi? Chapladik-ku mana. Unda zaman bo'lsin qilib etdik. Andan keyin ma tizimli ustiga mayaga. Ustida diyayuni qurdik. Buningki changligi 100% betning A5 mamaj bütün çıksın. Egizigi 65. Arlığı kadınsı 0 piksel. Yani şu uzun bir diğerinin içindeki mezmun bilen yüzündeki sızıqnınki arlığı, ha, 0 piksel. Anandan keyin kichik mazmun center o'tirg'i olsun. Taylik rangi mana rangda. Qaram rangda, ha? Buning sizligini bilsang bo'ladi. Endi mau tizimlik bergan mana fiksel degan qiymatni mushning beramiz. Mana bilsak mana munsin turdi. Tushundingizmi? Xo'sh. Endi yana orliq bo'shlik ko'rdingizmi? Bu yak men ne degan vaqtda ustiga qarang. Bariq diyayuniki sirtqi orliq marjin 5 olsun. Bunun bordersi 10 olsun. Şu an bana jumla chiqib qo'ydi. Tushundingizmi? Endi bu yerda ustiga mana shuma. Buningga yana biz mana beray, ha, mana. Bu diyayuniki
Ma tizimniki. Top marjinsini nol qatmasam maya ustiga ay jublashmaydi. Tushunadingmi? Ananiki, maniki, navbatki ma qop qaranlik ma usti degan deyiniki. Usti degan deyiniki atrofi. To'rda radiosi 0 piksel bo'lsin. Men balson qilib yotdim. Endi bo'ldimi bu? Yana qarag'an bo'lsak, yine mesela mana yüzünü 75 qilib qo'ray. 75. Ananınki bu 75 bo'ldi. Tizimli deganiki rangi malat bo'lsin. Bundan aytdi. Ya qarantul bo'lsin ha. Bundaroq. Endi mouse'ni men mushuni ichiga kelgan vaqtda tizimniki qo'virsiga. Tizimniki qo'virsiga. Bordasi 1 piksel siziq solid rangi. Qap oxirida bunday bo'lsin. Men tizimniki mouse'ni yig'gan vaqtda buniki atrofi oq rang bo'lsin. Bundalarda. Tushunalma? Ananınki ama üstününki egizligini 85 qilib, ma tizimniki top orlig'ini 10 qilib beray. Ana bo'ldimi bu? Men asl kelsak, torbadan ustida muntin bu tak turdim bu. Başbat kiramsiz, buni xabarimiz kiramsiz, ma'lumot kiramsiz. Bütün mazmunlar yana ko'raverasiz. Tushunasizmi? Maya tushunish bo'ldimi? Xo'sh, endi mushumi bir aloqa bir alohida mazmun bu. Bo'lamkan ma'lum torbatni asosiyasizmi? Yana eng siqib qilaverdi. Mana hozir biz 85 qilib yotdik. 50 qilib yoki 40 qilib, menda yo'g'on bir narsa elatmay, xatli qilib ishlasin bo'laverdi. Buni yana boshqacha o'zgartirib qo'ying. Tizimi deganiki egizligi 65 ni, uning tizimidagi li 40 qo'y. Lining egizligi men 30 qilib o'tay. Ma tizimning egizligimi 50 ko'p kelsin. Ma'ning egizligiga 65 50 qilasan, undan o'smavi 70 bo'lsin, ha? Mayad nima ma xat cho'ng'imaydi hozir. Xat cho'ng'imaydi mayada. Tizimimizga yo'limizga lininki xat Mayga fon familiyani men bermagan, agar bermagan bo'lsam ustiga 15 qilib o'taman, ha? 12. Odatda o'sha ba'zi zorbalar 9 qilishdi, yomon kichik. Meni ushla qilishdi. 12 bo'laversin. Endi mayga header headerninki üst orlig'i top marjin 85 ta. Undan hozir buni 70 qilib o'tay. Ma bo'ldi. Ma xatlarni ben muvofiq tanishtirayim deb. Mayada ma tizimniki, yo'lniki, lininki ma egizligi har bir liniyasiga 30. Ana ma 40 qolganligi shon xat ostiga tushib ketdi. Buni 30 qilib beray. Bo'ldimi? Xo'sh, anda olsa yine. Bundan özümüz xohlagan ishingizga bo'laverdi. Men mana qilib qo'yay mana. Mouse'ni yig'i alat lininchidiki, mouse'ni yig'i alat mush hozir. Xatlarning oqibatda mana bu. Bunga men tekst tekst buning oldini mana berib qo'yay, ostiziq. Chiqdimi ostiziq?
Muşkulatda, ha? Torbatdan öte manara işlesin buldu. Şunç oldu mu? Ama bodiniki tez rengini mayadım. Nere olsun? Mançanız mı? Yine bunu da baş torbada o'xshamaydigan yeni bir xil azroq yetarlilik bor. Bu nere degan vaqtda maya qarang. O'ng taraf bir xil tüptüz. Üstcha xuddi sig'ilgandek bir o'lchamli salat ko'rindi. Shundamikan? Mushramkini o'zimi mushak o'sha chiqsin. Shundami? Mush konteyner o'sha chiqsa ananikin o'lcham falan bormi? Undan sonra bunun kanalı ne? Yani tiziminin kanalı ya o. Tiziminin kanalı ne? 840. Tiziminin kanalı ne? Ama buldu. Lekin tizimlik 800 buldu. Mayda konteyner asas bunun mu 800? Lekin bununki sırtında bodur. Yani pedans olgandan pedandaki 20 yarım sırtı çıktı oldu. Şu an 10 bolsa Muşu pedandaki 20 yarım sırtı çıksa ma sol taraf 5 anandaki ma 10 taraf 5 şu an 8 10 bulanda. Ondan sonra ben mavi tizimini 8 10 kıparay. Yeni bulmamdı. 820 kıpırta ya. An buldu mu? Maya bununki azak rayet arlık var mıydı? Ben maya rayet mi yokken? Rayet'in şu tayını üstü doğan iken. Hani buldum abi. Şunuz mu? Ananın iken bulanımı azak muhaf sanki ötüle. Linin kanlıgını. Böyle jigini kılay ya. Ananın iken tizimlininki. Neye bir qarab o'tay? Mana qarang. Ma seriya bilan ma oxin aralıq qarang. Yine ma siziqlamaya qarang. O'xshashmi? O'xshamaydi. Shunaqa. Shuning uchun buni o'xshadan qilishimiz kerak. Yani ichidagi ma bununki ma aralığını 11 ni 15 qildi. Margin rate 10 taraf aralığı ha? Maya buldu mu? Ma aralıq buldu mu hazır? Aralıq buldu. Endi ma asıl çıkarttı. Patmağanlık ələk asıl çıkıyordu. Bu 120 ekanı şuna koy. Ma her bir lini kanı 120 ma 118 kıpıray. Ondan sonra 116. 117. Hani buldun mu bu? Hoş. Sizga leninki tekrar qop-qora bo'lib ketsin. Mouseni yig'i olgandan keyin kiran. Bunara bo'lsin. Endi oyatdagi xatning rangi leninki xatning rangi. Oq rang bo'lsin. Hozir men normal oldi tek qop-qora o'zi oq rang bo'lsin, ha? Xat oldim, ma'lumda. Hoş. Endi men sirtqi siziqni evtamayman, adam ko'zini olchaqman chiqirib. Sirtqi siziq. Bu nening siziqda, tizimning siziqda. Bordersi. Nol qiltayman. Ma qo'verniki, ha? Ma qo'verni ilsam bo'ldi. Endi bo'ldimi bu? Ananın mavi tüccar sıksıma masası kısma
Sidik stocha chiqsin. Diqqat, maya denazaq ish qo'shilayapti. Tizimniki burada radyosu 0 piksel yani stocha chiqsin. Ma bo'ldimi? An mo'shanchiki ma har bir liniyga bordasini berib o'tlamdi. Bular sal jumloq chiqsin. Har bir yo'lni chikildi ham u. Beş piksel. Ma ko'rmadi ya. Ma ekran ko'ringan bilan son ekran ko'rmadi. Endi bo'ldimi? Maşallah ishi olsa bo'ladi. Buniki Hovers'niki mana tekstirangan. Mana ham o'paqsin. Ko'k chiqamda bu tarafa. Oqish kerak ekan. Endi xatning rangini qora o'tay. Ya kelib ko'p qizlar. Tekstirangan. Xayr ham bo'lsin. Bo'ldimi bu? Xo'sh. Endi biz buni asıl terib olsak, chiqdi. Torbat deganda mana shu oldanasizmi bu. Tushunish bo'ldimi? Xo'sh, unda bo'lsa, ishlaymiz.